Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Linux darslar to'plamidagi 12-mavzu bo'ladi. Hop, bugungi mavzu Bash script haqida va Vim dasturini o'rganish bo'ladi. Bugun xudo xolasa Bash scriptga kirish qilamiz, ya'ni bu Bash script katta mavzu bo'lganligi uchun shunchaki kirish qismi sifatida o'rganib chiqamiz va xudo xolasa balkim keyingi darslarda alohida Bash script bo'yicha darslar to'plami bo'ladi. Kelajakda albatta, yaqin kunlarda emas, kelajakda xudo xolasa balkim bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz unda. Shell bu Unix yoki Linux kabi operatsion tizimlar uchun mo'ljallangan dastur yoki interpretator hisoblanadi. Linuxda turli shelllar mavjud. Mana bu Bash, Z shell, Key shell yoki bo'lmasam TS shell va boshqa turlari ham bo'lishi mumkin yana. Shell script bu shell uchun yozilgan buyruqlar to'plami bo'lib, kompyuter tizimining qobig'ini boshqarish uchun ishlatiladi. Bash eng keng tarqalgan shell turlaridan biri. Demak, Bash eng keng tarqalgan bo'lganligi uchun biz Bashni o'rganyapmiz. Endi bu klassik Unix shell bo'lib, ko'proq minimalistik va kamroq imkoniyatlarga ega. Bash esa kengaytirilgan va ko'plab qo'shimcha funksiyalarni taklif etadi. Shell Unix uchun, Bash esa Linux uchun nisbatan mos tushadi. Endi bu yerda Bash scriptni ko'rishingiz mumkin. Bu kodning vazifasi oynaga 5 marta salom matnini chiqaradi va sleep 1 bu har sekund 1 sekundda dam olib, ya'ni 1 sekund salom, yana 1 sekund kutadi, yana salom. Mana shunday tarzda chiqaradi. Xo'p, birinchi qatorga e'tibor beramiz. Mana bu qatordan ushbu kodga qarab operatsion tizim qaysi shell uchun yozilganligini bilib oladi. Quyidagi misolda dastur Bash uchun yozilgan. Agarda mana bu yerda Bash emas, sh yoki bo'lmasam mana bu yerdagi ts yoki bo'lmasam z yozilsa, demak, aynan mana shu shell uchun yozilgan bo'ladi. Bu yerda Bash uchun yozilgan. Hop, endi Bash va shellni solishtiradigan bo'lsak, interaktiv imkoniyatlarga nisbatan avto to'ldirish yoki bo'lmasam buyruq tarixi, sintaksis ranglar, demak imkoniyatlari, demak ko'proq imkoniyatlarni taqdim etadi. Bash funksiya imkoniyatlari kengaytirilgan, shell oddiy, o'zgaruvchilar qo'shimcha, mana bunday o'zgaruvchilar mavjud 5 Bashda. Shellda bo'lsa faqatgina standart o'zgaruvchilar. Sintaksis jihatdan mana bunday qovuslar mana bunda ikkita bo'ladi. Shellda oddiy bitta. Ishlash tezligi ko'p imkoniyatli bo'lganligi uchun mana bu Bash nisbatan sekinroq. Shell esa minimalistik bo'lganligi uchun nisbatan tez. Bash shell uchun yozilgan skriptlarni ham tushuna oladi, lekin shell Bash uchun yozilgan skriptlarni tushuna olmaydi. Foydalanish sohasi Linux va macOSda keng qo'llaniladi. Shell esa Unix tizimlarida ishlaydi, minimalistik imkoniyatlarga ega. Qo'shimcha imkoniyatlar, arraylar, massivlar, string manipulyatsiyasi yoki bo'lmasam signallarni qo'llab-quvvatlaydi. Mana bu shell bo'lsa, oddiy buyruqlarni bajarish uchun ishlatiladi. Demak, ko'ryapsiz, agarda sizga minimalistik imkoniyat kerak bo'lsa, sizga shell, agarda kengaytirilgan bo'lsa, Bashni ishlatishingiz mumkin. Endi keling, misollarni ko'rib chiqamiz. Bashga kirib olamiz. Bizda 8 ta misol bor va shularni hozir ko'rib chiqamiz. Endi ko'ryapsizlar, oxirida .sh yozilgan. Agarda buni yozmasangiz ham sizda xatolik bermaydi. Faqatgina .sh yoziladi. Nimagaki, buni skript ekanligini bilish uchun. Ya'ni mana bu yerdan biz ko'rib turibmiz, bu yerda bu skript fayl ekan. Va qo'shimcha tarzda bu yerga mana bu execute'ni qo'shib qo'yish kerak. Yoki bo'lmasam chmod orqali +x orqali birorta faylga yoki bo'lmasam barcha faylga biz bajarish execute'ni qo'shamiz. Hop, endi birinchi fayldan boshlaymiz. Bu faylning vazifasi, demak bu yerda mana bu Bash bor, ko'ryapsiz. Shunchaki ekranga salom, xush kelibsiz matnini chiqaradi. Biz mana bunday tarzda ishlatamiz. Demak, ekranga chiqdi, salom, xush kelibsiz. Ikkinchi faylimiz. Demak, bu yerda sayt o'zgaruvchisi bor.
bu string va unda it1.uz bor. Endi biz echo orqali mana bu sayt o'zgaruvchisiga qiymatni qo'yib chiqaramiz. Bu yerda oynaga it1.uz bizning sayt bo'lib chiqadi. Ko'ramiz 0.2 enter. Demak, javob bor. Endi 3-chi fayl. Demak, bu fayl mana bunday ikkita qiymatni yig'indisini bizga chiqarib beradi. Natija va mana bu sum. Bu 1 2 bizga parametr sifatida yuboriladi. Ya'ni qanday? Hozir ko'ramiz. 0.3. Endi bu yerga ikkita raqam yozamiz. 2 va 3. Natija 5. Ko'ryapsiz, mana bunday tarzda biz kiritamiz. Agarda kiritmasak, bizda xatolik sodir bo'ladi. Tushunarligi, endi keyingi misol 0.4. Xo'p, bu if else bilan ishlatilyapti va bizda parametr sifatida berilgan raqam 5 dan kattami, kichkinami ko'ryapmiz. Get bu yerda greater bo'ladi, ya'ni kattaroqmi degan shart bo'lyapti. Agarda katta bo'lsa, son 5 dan katta, aks holda son 5 dan kichik yoki teng. Bu yerda mana bu get'ning o'rniga siz mana bu equal ni qo'yishingiz mumkin. Bu teng degani n teng emas, get katta, lt kichkina, ge degani greater, equal, ya'ni katta yoki teng. Mana bunisi bo'lsa kichik yoki teng. Endi biz teng yoki bo'lmasa mana bularni stringlarda, ya'ni matnlarda foydalanamiz, raqamlarda esa mana bulardan foydalanamiz. Tushunarligi? Hop, yapamiz va ishlatamiz. 0.5 6 berdik. Uzr, 0.4 edi, to'g'ri. Ha, bu yerda raqam yozmadik. Xo'p, oldini yozamiz. 6 5 dan katta, endi 4 ni yozamiz. Son 5 dan kichik yoki teng. 5 ni yozsak ham son 5 dan kichik yoki teng. Tushunarligi, biz xo'p, yana aytaman, biz shunchaki mana bu bashga kirish qilyapmiz. Shuning uchun muhim to'xtalib o'tmayapman kodlarga. Balkim keyinroq alohida bash script bo'yicha darslar qilamiz, kattaroq. Bu yerda endi for bilan ishlayapti, cycle. Bu yerda qiymatlar bor. Demak, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta qiymatni for yordamida chiqaryapmiz. Demak, mana bu har birini dastur o'zgaruvchisiga oladi va mana bu yerdan bizga chiqaradi. Birinchi C++, keyin Go ni, keyin Python shunday holatda chiqaradi. Demak, ko'radigan bo'lsak 0.5. C++ dasturlashtirish, Go dasturlashtirish 0.5 ni ochamiz. Mana bunday holatda, demak, Python va PHP har birini bitta-bitta olish tarzida bizga mana bu matnlarni chiqarib beryapti. Tushunarliki, endi 6-misol bu for yordamida, demak, mana bu matndagi narigi misol ekan. Prezentatsiyadagi. Xo'p, bu 1 dan 5 gacha bo'lgan sonni oynaga chiqaradi va har bir chiqarishdan so'ng 1 sekund dam oladi. 0.6 ko'ramiz. Son 1, son 2, son 3, son 4 va son 5 chiqarildi. Tushunarligi, keyingi misol 0.7. Bu while bilan ekan. Bizda ikkita o'zgaruvchi bor. Birinchi o'zgaruvchi son, ikkinchi o'zgaruvchi yig'indi 0. Demak, bu 1 dan n-gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini bizga chiqarib beradi. Hop, sonimiz 1 va mana bu LE kichik yoki teng bo'lgan paytda kiritgan sondan yig'indiga sonni qo'shadi. Mana bu birinchi 1, keyin 2, keyin 3 bo'lib, qachonki songa yetguncha, teng bo'lguncha, katta bo'lguncha sikl bajariladi va oshib ketgandan keyin yakunlanadi. Bu yerdan, demak, 1 dan n gacha bo'lgan sonlar yig'indisi n ga teng, ya'ni yig'indiga teng. Keling ko'ramiz. Birinchi ket orqali ko'ramiz. 0.7 va ket kar emas. Endi bu yerda 0.7 faylni
raqamni yozamiz. Misol uchun keling 10 deymiz. 9 desak 45 chiqishi kerak, to'g'rimi? 9. Xo'p, 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 45 ga teng ekan. Dastur ishlayapti. 0, 8 oxirgi misolimiz array bilan ishlash. Bizda array bor. Demak, mana bu array ichida stringlar bor va bu yerda faqatgina birinchisini olmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam ikkinchisini olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda mana bunday tarzda 0, 1 raqami yordamida birinchi, ikkinchisini olishingiz mumkin va dasturlash tilida bilasiz. Raqamlar mana bu yerdagilar 0 dan boshlanadi, 1 dan emas. 0-inchisi C++. Endi mana bu yerda for yordamida har birini chiqarib ko'ramiz. Ya'ni lenga olamiz. Mana bu yordamida 0-inchisini, birinchisini, ikkinchisini, uchinchisini mana shunday tarzda biz chiqaramiz. Ko'ramiz endi. Oynani tozalaymiz. Cat yordamida ko'ramiz va 18 yordamida chiqaramiz. Birinchi dasturlash tili C++ ekan va bu yog'i endi for ga qarab ketdi. 0,8. Demak, bu yerda mana bu qo'shilib qolgan. X, yes, 0,8. Mana. Demak, birinchisi C++, qolgani for yordamida chiqarib berilyapti. Tushunarliga, demak biz hozirgi holatda bash script haqida asosiy tushunchalarni o'rganib chiqdik. Nima va qanday ishlaydi? Agarda siz dasturlashni, birorta dasturlashni bilsangiz, demak buni o'rganish sizga qiyinlik qilmaydi. Agarda siz buni professionalroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi Vim dasturini o'rganish ekan. Vim papkasiga kirib olamiz. Birinchi bo'lib bizda Vim default holatda o'rnamagan bo'lishi mumkin. Buning uchun biz o'rnatib olamiz. Sudo apt install Vim. Parol. Demak, menda bu o'rnagan, shuning uchun o'rnamadi. Agarda siz birorta faylni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz yoki oddiyroq ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga nano qulay. Agarda sizda professionalroq ishlamoqchi bo'lsangiz, Vimni taklif qilaman, chunki bunda imkoniyatlar va ishlash yaxshiroq, lekin nisbatan qiyinroq. Xo'p, keling ko'rib chiqamiz. Vim yordamida fayl yozamiz. Misol uchun bizda papkada fayl yo'q. Vim fayl dedim, enter. Demak, menda Vim orqali faylni ochdim. Endi buni o'zgartirib saqlasam, menda yangi fayl hosil bo'ladi. Va bu yerda rejimlar bor. Vimda rejimlar bor. Birinchi holatda normal rejim hisoblanadi va ya'ni biz agarda birorta faylni ochsak, default holatda normal rejim ishlaydi. Endi siz insert rejimiga o'tmoqchi bo'lsangiz, 3 ta rejim bor: normal, insert va visual. Insert rejimiga o'tish uchun i ni bosasiz va ko'ryapsiz, pastda insert chiqdi. Endi escape orqali siz birinchi normal rejimga o'tasiz va v ni bosish orqali siz mana bu visual rejimiga o'tasiz. Xo'p, ko'rib chiqdik. Endi keling unga qandaydir o'zgartirish, ya'ni ma'lumot qo'shamiz. Demak, qo'shmoqchi bo'lsam i ni bosaman. Insert chiqdi. Endi ma'lumot yozaman. Salom. Dasturlash tili. Enter. Vim uchun deb yozdim. Endi insert holatidan chiqish uchun escape ni bosaman. O'zgardi ma'lumot. Endi men buni saqlash uchun nima qilaman? 2 nuqtaniga bosaman. Demak, mana bu 2 nuqtani bosamiz. Endi v bu write saqlash bo'ladi. 2 nuqta v orqali enter ni bossak, fayl saqlanadi. Yana boshqatdan q ni bossak, bu fayldan chiqadi. Exit qildik va yana faylga qaytish uchun mana shunda yozamiz. Demak, bizda o'zgarish bor. Xo'p, agarda saqlamasdan chiqmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? Insert ni bosdim. Qandaydir o'zgarish qildim. Endi men escape orqali normal rejimga o'taman
va saqlamasdan chiqib ketish uchun Q qilaman va mana buni bosaman. Bu saqlamasdan chiqadi. Boshqatdan kirmoqchi bo'lsam, demak o'zgarishlar saqlanmagan. Tushunarligi, agarda siz ham saqlab, ham chiqib ketmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? 1 2 3 deb qanaqadir ma'lumot yozdim. Escape ni bosaman. Insert yo'qoldi. 2 nuqta write q, ya'ni ikkovini birgalikda yozganimda vq yozsam, demak bu ham saqlaydi, ham chiqib ketadi. Boshqatdan faylga kiraman. Demak menda o'zgarishlar bor. Xo'p, endi qarang. I ni mana bu yerga kelib turib, I ni bossam, demak bu kursor oldidan matnni qo'shadi. Ko'ryapsiz? Qo'shildi. Endi escape bosaman va katta I ni bossam, qator boshidan yozadi. Ya'ni mana bu yerga o'taman. Shift I orqali qator boshiga o'taman va bu yerda qandaydir o'zgarish qilaman. Ya'ni escape. Endi agarda kichkina a ni yozsam, demak bu ham insert rejimiga o'tadi, lekin b dan keyin o'tib qoladi. Ya'ni bu kursordan keyin yozishni anglatadi. Agarda menda v dan oldin yozmoqchi bo'lsam, I ni bosaman. Agarda v dan keyin yozmoqchi bo'lsam, a ni bosaman. Demak, v dan keyin o'tdi, endi qandaydir matn yozishim mumkin. Tushunarligi, escape. Endi kichkina a tushunarli, katta a bo'lsa, demak katta a shift a orqali qator oxiridan ma'lumot qo'shib ketaman. Mana shunday tarzda escape vq o'zgarish bor. Tushunarligi, demak kichkina i kursor oldidan, kichkina a kursordan keyin, endi katta i bu boshidan, katta a oxiridan yozadi. Demak v, w yoki bo'lmasam q, w q ni tushunib oldik. Saqlash chiqishlarni. Tushunarligi, xo'p, yaxshi. Endi keyingi buyrug'imiz bu x buyrug'i. Demak x ni bosish orqali men bitta belgini o'chiraman. Demak o'chyapti, tushundingiz? O'chyapti x. Xo'p, agarda endi d bor, ikkita d ketma-ket yozaman. Demak bu o'chiradi bitta qatorni. Yoki bo'lmasam buni biz o'chirish emas, Ctrl X deb olsak bo'ladi, bu kesib oladi. Xo'p, mana bu yerda Cheese Ipsum degan sayt bor. Bu bizga default qandaydir matn generatsiya qilib beradi. Paragraf 3 da, demak buni copy qilaman. Bu yerga paste qilaman, qo'shaman. Saqlab chiqib ketaman, boshqatdan kiraman. Demak menda ma'lumot bor. Hop, x ni tushundik. Demak bu bitta belgi o'chiradi ekan. Endi d ni aytdim, bu cut qiladi, ya'ni kesib oladi. Demak 2 marta d bosdim. Demak bu kesib oldi bitta qator bo'lganligi uchun. Ini bosib turib tushunarli. Demak bu bitta qator, endi bosaman, oxiriga o'tdi. Endi bu yerga tashlash uchun endi p ni bosaman. P. Demak insert rejimida emas. Tushunarligi, p ni bosdim. Ya'ni 2 marta d ni bosdim, keyin p ni bosdim. Ctrl X, Ctrl V. Oddiy tarzda. Yoki bo'lmasam copy bo'lsa 2 marta y. Mana bu yerga kelib turib p. Tushunarligi, ya'ni ikkita y Ctrl C, ikkita d Ctrl X, bitta p Ctrl V, ya'ni вставить. Tushunarligi. Hop, yana bitta buyrug'imiz bor. Demak bu buyruq matndan ma'lumotni qidirish. Demak slash ni bosaman, pastda ko'rindi, ko'ryapsiz. Endi men ma'lumot qidirmoqchiman. Misol uchun bu yerda biskuit bor ekan. Biskuitni yozaman. Demak bu menga topib berdi. Ko'ryapsiz? Yaxshi. Yoki bo'lmasam boshqa so'z. Prom.
topib beryapti. Demak, bu menga matndan ma'lumot qidirish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari juda ham ko'p buyruqlari bor yoki bo'lmasam oldiga, orqaga, boshidan oxiridan umumiy buyruqlar bor. Biz asosiy buyruqlarni o'rganib chiqdik va bu buyruqlar orqali siz bemalol Vimda ishlay olasiz. Agarda qo'shimcha imkoniyatlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha buyruqlarni o'rganishingiz mumkin. Lekin hozirgi holatda siz xudo xolosa shularni o'rgangan bo'lsangiz, bemalol Vim editorida ishlay olasiz. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.